Nasıl? Sizler bileşiydiniz. Xullas bugungi videoligimizda haqiqiy hardcore, ya'ni hech qanaqa cheatlarsiz, hech qanaqa mirliklarsiz, hech qanday g'irromkalashlik yo'li bilan, lekin bizda bitta mehmon bor va uni ismi Muhammad Ziyo 70-75 legenda. Arman Toshqulova. 5-kunlar. Kunda biz Ziyoxon qaytadan unga kirdi. Sababini aytmaymiz va biz yaxshilab kuchayib oldik. Va o'sha birinchi suv ham tushyapti. Menda bo'lsa, Men qala quryapman toshdan. menda bo'lsa mana shunchalik narsalar bor edi. Shu zahotda yangilanish. Davrda do'stlar. Biz anchagina kuchayib olganmiz, do'stlar. Mana menga u bunaqa bergan. Biz skeletni o'ldirdik. Xabar beramiz. Shunda bo'lsa biz o'zimizga uy qurishga qaror qildik. Men bu paytda bo'lsa Kanalimizga obuna bo'ling. men bu paytda juda ham uy qurish uchun resurslarni to'plab borayotgandim. Atta bo'lsa Muhammad Ziyoxon resurslar topgani sayohatga chiqib ketgandi. To'g'ri. Bo'laverib, mana bu yerda temir topdim. Ziyoxonda ham va menda ham juda ham ko'p edi. Nechta temiring bor? Menda hozircha 18 ta temirim bor. Menda 15 ta. O, kelgansiz-ku. Do'stlar, bu uch ketyapti. Hech qanaqa cheat basmachaki bitta odam chiqib ketishga majbur bo'lyapti. Biz bitta haqiqatgina bitta to'liq setmabmi? Yo'q. Mayli do'stlar, men chiqib ketib, tong otsa sizlarga xabar beraman. Voy, tak bolalar, tong otdi va men yana resurslar qilishga kirishdim. 3-kun. 3-kun. Tak, do'stlar, biz ertalab 3-kun va hozir hali ham Ziyoxon zerikani uchun vatadrok beraman. Mana, men. Qatasan. Yo, mana. Qara, bola qol. Qaranglar, dushyo bilanchilar. Opa. Ha. 4-kun ham уже boshlandi. 4-kun ham уже boshlandi. Va bizda juda ham yaxshi narsalar bor. Uy ham bitti. Sizlarga obzor qilsam. Mana obzor qilaman. Va bu uyimizning hozir bor bunday qoladi. U zombi qishloqi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Xayr, bu birinchi qism edi.